Qurilish mavsumi boshlandi. Hozir biz yurtdoshlarimizdan qanaqa qurilish qilayotgani haqida bilib olamiz. Qani keting. Akajon, qanaqa qurilish qilyapsiz va uyingizga Toshkent qurilish mollar do'konida nimalar sotib oldingiz? Ibrohimdan 2 kilometr armatura olib borib yetkazib berdi bular. Mamnunmiz, xursandmiz. Yetkazib berish xizmati bilan qilib berdi. Mana sement olyapmiz, sement yetkazib beryapti. 25 tonna sement ketdi hozirgacha. Xursandmiz. Narx-navosi yaxshi. Boshqalarga ham taklif qilamiz. Bizlar plyontus, travertin, 8 xil funksiyali boyka oldik. Yoqdimi sizga? Bizlar постоянно shu yerdan mol xarid qilamiz. Hech bir muammo bo'lgani yo'q shu paytgacha. Narxlari ham hamma narsasi joy-joyida. Qanaqa qurilish qilyapsiz aka? Bizlar noldan kulishgacha qilamiz. Ha, pat ключ. Qizg'ishgacha. Yoqadimi sizga aka? Taqsim zo'r. Mana shu ichki remontlar qilyapmiz hozir. Mana albastr, sement, shunaqa qurilish mollaridan kutyapmiz. Yaxshi magazinlar, mana kraskalar bor, ichki remontlarga, tashqi remontlarga bor. Sizga yoqdimi? Qilib yotdi, xudoga shukr, mana arzon, yaxshi magazin. Kelib savdo qilyapmiz. Boshqalarga ham tavsiya berasizmi? Xudo xolasa mana hamma kelaversin mana.